Assalomu alaykum hammaga YouTube tomoshabinlari. Bugun tovarlarimizni, yangi mahsulotlarimiz kelgan. Har xil modellardan har xil narsalar olib kelib qo'yganmiz. Bunaqa chopperlar olib kelib qo'yganmiz. Sensorli, hajmlari zo'r tosterlar olib kelib qo'yganmiz. Har xil 3 taliklari, 5 taliklari bor. Dazmollarni har xil assortimentidan bor. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Paravoy dazmol deysizlarmi, tosterlarmi? Mana qangi ko'p maydagichlar har xillari bor. Hop, bundan tashqari yana biz aerogrill olib kelib qo'yganmiz. Aerogrill yana yangiliklarimizdan biri. Kofe apparat olib kelib qo'yganmiz. Duelniki bor, Sanifellarniki bor. Bularning har xil modellaridan bor. Keyin yana yangi narsalarimizdan bittasi so'kgich markalarimizni olib kelib qo'ygan. Bunaqa har xil modellarimizdan bor. Kimga qanaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Arzon narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Hop, bularni hozir bitta keyingi videolar ko'rsanglar, hamma narsani iloji boricha отдельный qilib obzor qilib berishga harakat qilamiz.